Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun oldingi darsimizningki davomini davomlashtiramiz. Oldingi darsimizda biz tanqidiy irq nazariyasi to'g'risida to'xtalib o'tdik. Uning dastlabki alohidaliklari haqida tanishib chiqdik. Bu alohidliklarda tanqidiy irq nazariyasiningki Marksizmningki tanqid nazariyasining ta'siriga uchraganligi va ularningki g'arbningki asosliq qimmat qarashlaridan bo'lgan qonuniy rang qarg'uliq, shuning bilan bir vaqtda irqiy qo'shilib ketishga qarshi turish va akademiyadagi obyektivlik, betaraflik va tangpungliq qatorliq qimmatlar va fazilatlarni inkor qilish, rad qilish xohishlarini ko'rib chiqdik. Bugun bu darsimizningki oxirgi qismini diqqatingizga sunamiz. Buningda biz taqdim ilgirligi holda tanqidiy irq nazariyasiningki bir qancha alohidlikleri to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Bu alohidlikleri yanılla bu alohidliklerini ko'pincha biz kültürel Marksizmningki shu ramkasi ichida turib kuzatamiz. Uning birinchisi bu tanqidiy irq nazariyachilarininki qarashicha irq bir qarashtirilgan hukm va amaliyotdir. Ya'ni bir ijtimoiy qarashtirilmadir. Bu degan gap biz o'tgan qatimliq kültürel Marksizm haqidagi darslarimizda ko'rib o'tdik. Irq tabiiy narsa emas. Balki keyin insonlar jamiyatining taraqqiyotiga ergishib paydo bo'lgan bir xil ijtimoiy qurilma va huquq mexanizmini ko'rsatadi. Biz o'tganda Derridaninki chulmuchilik nazariyasi degan bir qismini qisqacha qarab chiqdik shuningga. Buningda biz shuni ko'rdikki, ilgari bizningki g'arbninki ijtimoiy sohasida, tafakkurda va ideologiyasidagi asosli qurilmaninki ikkilik qurilma ekanligini, ya'ni bir-birisiga qarim-qarshi bo'lgan ikki omilninki birining ustida, birining ostida, birining aktiv, birining passiv, birining boshqaruvchi, ya'ni birisining boshqaruvchilik munosabatda bo'lib kelganligi haqida to'xtalib o'tdik. Shuning bilan bu Derrida bu ikkilik qurilmasini tushunishni tashabbus qildi. Chunki ularning hammasi asosan ijtimoiy kurashtırımlarga kirdi. İnsan tabiatininki asli omillardan emas, balki ijtimoiyatninki. Bundaq kelib aytgan vaqtda u insonninki biologiyalik qobiliyatlari emas, balki ijtimoiy alohidliklarni ko'rsatdi. Masalan, er bilan ayol, ruh bilan tan, endi biz ko'rdik buni, hozirgi darsimizda ko'ryapmiz. Bu irqmi ana shundaq tabiat, insonning tabiati nuqtasini emas, balki uningki ijtimoiy amaliyati nuqtasida ifodalanadigan bir xil ijtimoiy qurilmaga kirdi. Shuning uchun bu ijtimoiy qurilmalarni, ijtimoiy kurashtirmalarni o'zgartishga, tushishga, uni qaytadan kurashtirib chiqishga bo'ladi. Bu nazariyaning mohiyatlik eng aslidagi demoqchi bo'lgan gap shuki, agar u ijtimoiy qurilma bo'ladi ekan, u sunniy bo'lgan bo'ladi. Inson tabiatiga yot bo'lgan bo'ladi. Inson tabiatiga yot narsaning hammasi qaytadan qarab chiqilishi, tanqidlanishi va institutlarningki bu ijtimoiy qurilmalarni qandoq desteklaydiganligi va ularni taraqqiy qildirganligiga qarab chiqish kerak. Shuning uchun bu ijtimoiy qurilmalarni qaytadan kurashtirib chiqish uchun buni desteklaydigan institutlarni, muassasalarni vayron qilish kerak. Ani uni qaytadan qurib chiqish kerak deb qaraydi. Demoqchi bo'lgan darsimiz asosliqmi shu. Shuning uchun irq garchi bizning terimizning rangi o'xshamasmi, qartalliklar, oqtalliklar yoki sariqtalliklar yoki qo'ng'ir ya boshtanliklar bo'lsin o'xshamasmi, ammo bu faqatla bizning ijtimoiy realligimizningki bir biz yashayotgan rayonninki bizning badanimizga ko'rsatgan ta'sirdan bo'ladiki, hargizmi bizningki tug'ilishimizda bor bo'lgan, bizning mohiyatimizni belgilaydigan, bizning insonligimizni ta'birlaydigan eng asosli alohidliklarimiz emas deb qaraydi. Shuning uchun ularning qarashicha aqliq, aqtallik eni faqat 17-asrdan ilgari yo'q edi, mavjud emas edi. Faqat bu an va bu qarash va bu ideya, hattoki bu bir ijtimoiy muassasaning ichida singib ketgan bu ideologiya faqat 17-asrdan keyin aqtalliklar, qartallik qo'llashib ilkilingan qartalliklar uchirish vaqtida shu chaqda anqirlashga boshlagan deb qaraydi. Shuning bilan keyincha aqla butun jamiyatninki o'ziniki Amerika va boshqa
Yevropadagi boshqa davlatlar jamiyatininki asosliq irqi bo'lish sifati bilan markaziy o'rinda turgan boshqa irqliklar jumladan qartalliklar girvaktiki beqindi passiv yoki ishkilamchi xarakterdagi irq sifatida mavjud bo'lgan deb qaraydi. Ikkinchisi irqchilik sistemalik va institutlar, ya'ni muassaslikda tur. Bu degan gap irqchilik nuqlalda aqtalliklarninki qarshini hissiyatını kösüp qalmasdan, belki aqtalliklarninki aqlıq üstünlükini destekleydigan ve onu tutup turdigan barlıq institutlarına bağlıq bolgan boludu. Institutlarninki desteksiz aqtalliklarning üstünlüki püttirep turanmaydı. Bu yerda bir çoğunqur bir üstqurumluq bir destek var. Bu destek del aqtalliklar hükümranlığındaki cemiyet üçün xizmet qıladigan her sahadaki türlük institutlarda, mesela hükümet institutları, kültürel institutlar, iqtisadi institutlar, pul muamele institutları, mektepler, marif institutlarındaki mektepler ve başkalar. Mesela hemmisi delmini şu aqlarının üstünlüki ve kartelliklerninki ve başka aqtallik bolmagan irqlarninki beqindiligini destekleydigan mana şu üstqurumlarga tayinidu deb qaraldı. Şundan bir vaqtda bu tanqidiy irq nazariyatchiliklar bir insonninki kimligidagi kesishchanlik alayligini alayda ta'kidlaydi. Bu kesishchanlik deganimizda bu asosan bir odamninki bular ko'proq qartalliklarninki kimliklarini analiz qildi. Buningda bir kesishchanlik alayligi bor deb qaraydi. Masalan, bir qartallik er bilan bir ayolning bir huquqdagi bir er bilan bir ayolninki bir yaşlı çoğun bir kartellik er bilen yaş bir kartellik yaşninki qatarlıqlarninki cemiyette beşidin ötküzdüğün ırqçılıqqa ait tecrübeleri ve his duygularınki oxşumaydiganligini tilga oladi. Bu arqali bular ırqçılık tecrübesininki köp katlamları ve köp alayidliklerini, sahələrini bir bütün bir ramkaga olib turib tadqiq qildi. Ularni hech zaman ayrım bir xil, mesela erler ayal bulab qilish, tek ayrımlı bir xil ikkilik münasibetlik emas, belki nurgulluğun şu kartelliklerinin reallıqını ve ularning cümleden ularning kimlikini terkipleydiğen nurgulluğun amillarının koşulması ve ularning kesişi deb qaraydı. Şuningdan ko'ra ular mesela bir kartellik er bilan bir kartellik ayalninki irq jihatdagi kechirmishlarni selishtirish orqali ularninki cemiyet uçraydigan naqşılıkları ve ularninki cemiyette uçraydigan adaletsizliklerge uçraydiganlığı ve ularning qandaq inkas qaytırdiganlığı qatarlıqlarni bir bütün ramkaga septirib sistemalik tadqiq qiladi demekçi. Şunun bilan bu hamda bu o'tgan qitim darsimizda o'tib ketdik. Bu tanqidiy irq nazariyasi Amerikadagi nurg'unlagan federal hukumat organlari ve bazı bir kollejlar, ali mekteplerde ders qilib o'tildi. Bunun da terbiyeleş kursları tesis qilindi, qatarlıqlar. Bu keyin Biden'ning hozirgi Biden hukumatininki davrda bu texidimi chiq avjilib Amerika jamiyatidagi nurg'unlagan sohalarninki jiddiy diqqat e'tiborini qo'zg'ayotgan bir masalaga aylanyapti. Hamda bu yerda ba'zilarninki bu nazariyaninki ma'rif sohasiga singib kirishiga bo'lgan bearamligi va qarim-qarshiligim bor bu yerda. Bu yaqinda bir tadqiqot elib berilgan. Buni men tadqiqotni o'qisam buningda deydiki, Amerikadagi mashhur 3 kollejninki 300 dak dars materiali tekshirib ekan bu tadqiqotda. Sistemli qilib tekshiribdi. Şunun bilan natijasini mundaq yakunlabdi. Men naql olaman. Fakt shu qadar kuchlikki, bizning ma'rif sepimizdagi eng ta'sirga ega mutafakkirlarning hammasigidek kollektivizmga moyil, utopiyalik nazarga ega. Tanqidiy irq nazariyasining ma'rif sohasida qo'llanilishi haqida tanqidiy pedagogika nazariyasi deydigan bir nazariyami bor. Bu nazariya tegidin ilib etgan vaqtda Gramsci'ning nazariyasining ta'siriga uchragan bo'lib, ma'rifni hukmron va mushtumzor bayonchilikqa qarshi aksil bayonchilik ishlab chiqarish orqali sotsializmni ilgari surishdagi muhim baz deb qaraydi. Naql tugdi. Bu degan gap
Tanqidiy irq nazariyasi gerçi qartelliklar, aqtelliklar o'tirisidagi irqiy to'qinishni, ichib berishni maqsad qilgan bo'lsa-mu, ammo ma tadqiqotlarda ko'rsatilishicha bu moyatda buningdan zo'r, buningdan cho'nqur bir maqsad bor. Ya'ni mush orqaliq hegemonik mushtum zo'r Amerikadagi asosliq bayonchilikqa, bu bayonchilik aqtellik asosidagi xristianlik va anglo-sakson va protestant etikasining ustiga qurilgan Amerikaning yadroliq qimmat qarashlariga qarshi bo'lgan yangi bir bayonchilikni ishlab chiqarish orqali sotsializmni ilgari surishni maqsad qiladi deb qaraydi. Demek en ahırsta dersimizni, bu vaktiki dersimizni yığsak, şunun da bir qaraşqa kelimiz ki, tanqidi irq nazariyasi Amerikadagi aqtellik bilan qartelliklar o'tirisidagi cho'nqur bir irqiy to'qinishga qarta tanqid nazariyasininki metodologiyasidan chiqib turib qarab chiqadi va bu institutlarni intayin shafqatsiz tanqid ostiga oladi. Şunun bilan bir vaqtda bu nazariyaninki, yani tövendekidek mening nazarimda ba'zi bir kamchiliklari va ba'zi bir mas'ullik alohidaliklari bor. Birinchisi, bu nazariya qarmoqqa marksizmdan yiroqroq turg'ini bilan mohiyatda marksizmninki tubki metodini ishlatadi. Ya'ni jamiyatni azguchi va izilguchilardan iborat ikki qutupluq va dushmanlashgan guruhga bo'lish orqali asldan mavjud bo'lgan irqiy masalalarni texnik radikallashtiradi. Uni dialog orqali hal qilgusiz ahvolga elib keladi. Buni biz ilgari oldingi kultural marksizm degan darsimizda o'tib ketgan to'q, shuni men bu to'g'risida jiq to'xtalmayman. Buningda men faqatla bir qartellik yozuvchi va aktivistninki bir ig'iz sözünü ben naql alaman. Müşahidəlisizlər bu ahvalninki qanchalik darajada ilib berilayotganligini, qandaq tushunilganligini qiyos qilib yetalaysizlar. Bunun ismi Damon Young deyildigan qartellik adam bu deydi. Naql. Aqtelliklar bir ommaviy saqliq krizisi. U ömrünü qisqartadi. Havani bulg'aydi. Tangpongliqni buzdi. Ormanlarni vayron qildi. O qarliq cho'qqilarni eritdi hamda o odamlarni o'ldirdi. Oq ustunligi bir virus bo'lib, xuddi boshqa viruslarga o'xshash, u yo'qtirgan badan qalmig'icha hargiz o'lmaydi. Buning ma'nosi shuki, uni to'xtatishning birdan-bir yo'li uni bir yerga joylashtirish, yetim qoldirish, yulib tashlash va o'ldirishdir. Ya'ni oqliq ustunligi bir virusga o'xshatilyapti hozir. Biz dunyoda ma'lum bir narsa virusga o'xshatilgan vaqtida uning qancha qo'rqinchli bo'lganligini bilamiz. Masalan, islom Xitoyninki qabul qilgan bizga degan islomizmni bir virus degan Xitoylar ayni vaqtda. Buningdan biz qanchalik bir vahshiy bir zihniyatning borligini ko'ramiz bu yerda. Ben bu cümlelerini o'qib intayin beyaram bo'ldim. Shaxsan. Chunki oq ustunlikni bir virusga o'xshatish, mayli uni qanchalik darajada amaliyotga uyg'un bo'lsin, tarix qanchalik sodiqlik qilgan bo'lsin, virusga o'xshatilishi nihoyatda cho'nqur bir o'chmanlikning manbasi. Ehtimol o'chmanlikka bular desteklaydigan bir asoslar bordir. Ammo bu bir butun bir kollektivni bu qadar o'chmanlikningga qarqiga ilish yaxshi bir oqibatlarni epkenmeydi deb qarayman. Onun üstündə 2-3 gün bo'ldi. Amerikadagi mashhur musulmon siyosiyun Elxan Ömerning bir gapi bor. O ayolning gapida mushning o'xshashroq bir gapni dedi. O deganida aqla nurg'unlagan o'limlarga mas'ul bo'lish kerak. Bizdagi eng cho'ng masala Amerikadagi aqladir degan bir gapni qildi. Mush gapning hammasi irqiy jihatdagi alburun kunsiri o'tkazilishayotgan irqiy to'qinishga qarta yaxshi bir hal qilish chorasini ta'minlamasdan, aksicha bizning hissiyotlarimizni qo'zg'atib yoki o'ynab
ırqlarni bir-birisiga o'ch qilib, jamiyatda ijtimoiy bo'linish va ijtimoiy qutblashishni barliqqa keltirdi irqiy jihatdan. Bu kelgusidagi insonni xavotirlantiradigan bir reallikdan bishorat berdi deyishga bo'ladi. Yani ben ötken qatim deb o'tib ketganimda, xuddi kultural marksizmga o'xshash bizni hech ajablantirmaydiki, bu nazariyami shaxsning kimligidan guruh kimligini ustun qo'ydi. Buningdan keyin biz bir guruhga solinimiz, maqlanimiz, shu guruhdan qarshi guruhga dushmanlashishga chaqirilamiz. Bu xuddi urushga avatishga o'xshaydi. Urushni sen xalama, bir siyosatning irodasi bo'yicha sen urushlik okoplarga kirsa, ma okop kirsa, shaxsiyatdan qolmaydi. Bir armiyaning bir qismi bo'lsa, qarshi tarafdagi sen bilan hech zaman bir öç adavati bo'lmagan yana bir okuptikilar bilan urushadigan gap. Ularmi shu o'xshash bir okupga solangan bo'ladi. Bu musolangan bo'ldi, u musolangan bo'ldi, chiqolmaydi. Men o'tganda o'xshashibdi dedim, buni qapaslik urush deb yoki qapasdagi urush deb shu okuptiki urush bo'ldi, ikkiga bo'linib turib. Yani shaxsning kimligi, shaxsning nimani izlaydiganligi qatorliqlar qarlarning hammasi bir nimaga bir tizq majandek o'tkazildi yoki bir okupga solindi, aqlarning hammasi bir okupga solindi, o'zaro urush qilindi degan gap. Bu nazariya inqilob yo'li orqali bu uchinchisi jamiyatni o'zgartirishni targ'ib qildi, ammo u jamiyat o'tkirlashib ichki qalaymiqanchiq, hattoki bir zo'ravonliklar yuz bersa, uni qandoq bir taraf qilish haqida hech to'xtalmaydi. Yani jamiyatni qaytadan qurib chiqish tushunish oson, albatta. Necha 100 yil silingan büyük bir imaratni tushunishga hozirgi texnikada bir soatni ketmaydi. Ammo uni qayta qurib chiqishga yana 100 yil vaqt ketamdi. Masalan, o g'arb jamiyati, Amerika jamiyatininki qurilganiga 400 yildan ishib ketgan bir jamiyat. Mükemmel bir sistemaga ega bir jamiyat. Ammo bu jamiyatning usti qurilmalari, bu jamiyatninki manda bir imarat desak, uning turiklari bo'ldi. Har bir usti qurilma, har bir institutlar va usti qurilmalik bir muassasalar. Bularni ag'dirib tashlasak, bu bina qandoq turadi? Bu bir gap. Xo'sh. Endi bu aqchalliklarga bo'lgan bu xil böyle aqlar ustunligi deb qaraldi, ammo ba'zi vaqtlarda bu bir xil ma'lum bir jihatdan bakanda bak aqlarga qartilib ketadi bu narsa. Shuna bu vaqtda bu aqtalliklarninki o'zining tarixini qaytada o'ylanishga asos bo'ladi deb qaraladi. Ma'lum jihatda buning asosi bor. Ammo bu xil ayiblar verish kuchayaversa, aqtalliklarga gunoh ortilaversa, bu vaqtda biz ikki xil ehtimollikni ko'ramiz. Birisi aqtalliklarninki gunoh tuyg'usi, ya'ni birisi aqtalliklarninki o'zini bundan ap qetishi yoki texnik radikal bir nimaga o'tib ketishi. Bu ikkinchisini ele so'zlayman. Birinchisi kelay. Bu vaqtda biz bir mashhur qartalliklarninki bir ayol bir aktivist, bir mutafakkir va ismi Angela Davis deydigan. O mundaq deydi. Mush so'zni analiz qildi qisqacha. Bir irqchi jamiyatda aksil irqchi bo'lish kifoya qilmaydi. Biz cho'qim aksil irqchilardan bo'lishimiz kerak. Demakchi, bir irqchi jamiyatda bir aqtallikninki irqchilikqa qarshi turishga kifoya qilmaydi. Yoki irqchi bo'lmaganlikni kifoya qilmaydi. Balki u irqchilikqa qarshi turish kerak. Bu nəhayət güzel bir çaqırıq bu. Amma bu irqçılıqqa qarşı turuş nöqtəsi elib etqan vaxtda bular texdim ilgirləb aqtalliklarninki özününki nurg'ulg'an o'zininki vujudidagi nurg'ulg'an o'zini tekshirishi, o'zidagi gunoh tuyg'usini ochiq oshkor ifodalashi va ularninki apo so'rishdek nurg'ulg'an ahvollarni yuz berdi bu yerda. Ham beryotdi ba'zi yerda. Shundoq bo'lgan vaqtida bu ba'zi aqtalliklarni qoyil qilsin, ammo ba'zi aqtalliklarni texdimmi qaymoq turish mumkin. Chunki ularning kallasiga keladigan birinchi savol, mening ota-bobolarim necha yuz yil ilgari o'tkazgan gunohga, jinoyatga yoki har qanday shakldagi irqchilikqa men nimishqa mas'ul bo'lishim kerak
deydigan bir savollar bo'ladi. Bu savollarga javob bermek hakikaten ters bo'ladi. Aldınqı bir avlod o'tkazgan. Chunki bizningki g'arb jamiyatidagi Xitoyga o'xshamaydigan bir tarbi g'arb jamiyatida bir jinoyat o'tkazilsa, jinoyatchining o'zi jazolandiki, uning oilasi jazolanmaydi. Xitoyda avlod, hattoki urug'ini quritib o'tish, bir jamoatning urug'ini quritib o'tish deydigan bir atalg'i bor. Hozirgacha bizningki chet eldagi siyosiy faoliyatlarimiz sababli bizning ota-onalarimiz ayada bedel to'layapti. Xitoyda kollektiv jazolash, shu orqali kollektiv bir terror hissini turg'izish orqali o'ziga qarshi turayotganlarni shu ishdan yandirish, ularni ro'y jihatdan vayron qilish, axloqi ong jihatdan butunlay qaddan chiqarish ko'zlandi. Hamda o'xshash bir usul Amerikadagi yerda ota-bovullarninki o'tkazgan xatoliklari va jinoyatlariga hozirgi avlodlarni qetish, hozirgi qonunning abayqi eng mohiyatlik prinsipiga tushmaydi. Jinoyatni kim qilgan bo'lsa, shu jazolanish kerak. Ama bundaq jamiyatda biz ota-bovullarninki jinoyat uchun hozirgi avlodlarni bedel to'lashga, jinoyatini e'tirof qilishga qissak, bu vaqtda bu aqtalliklarninki eng mohiyatli qonun eni texdimi mohiyatli tuyg'usiga g'oyat zo'r xiris etib keladi. Chunki bu aqlga sig'maydi ularning nazarida, ko'pinchisining nazarida yoki bir qismning nazarida aqlga sig'maydi. Ular kichkidan olgan tarbiya buni qabul qilolmaydi. Ba'zilar ehtimol buni qabul qilish mumkin. Men qabul qilgan birisininki bir so'zini alay. Bu yerda masalan 1966-yili yangi solchilikda ma'lum orliq hosil qildi deb qaraldigan aqtallik ayol yozuvchi Susan Sontag degan bir ayol bor. Bu hali mashhur bir ayol yozuvchi deb qaraladi. Bu ayolning mundaq bir gapi bor. Aqtalliklar insoniyat tarixidagi raktor. Aqtalliklar faqat aqtalliklarla qayerga taqalsa shu yerdagi avtonomiylik madaniyatlarni yo'qotadi. Bu planetimizningki ekologik tangpungligiga ta'sir ko'rsatadi. Bu hayotning mavjudligiga tahdid elib keladi. Susan Sontag o'zi aqtallik yozuvchi, ayol yozuvchi. Ama buning bu gaplari bundan 40 yillar ilgari deyilib, 50 yillar ilgari deyilib bo'lgan gaplar. Demakchi, aqtalliklarninki bu xildagi o'zini so'roqlash, bu xildagi o'ziga bir xil o'chman bo'lish tuyg'usi ba'zida mana shunday kuchayib ketadi. Ammo yana ba'zida cho'q degan vaqtida bu abay deganimdek qarshi bir inkas qo'zg'aydi, qarshi bir tepki ko'rsatdi. Bu tepki qanday tepki? Buni bir misolni olaydi. Masalan, siz yaqinda Fransiyadagi g'oyat zo'r ichki qalamqonchilikni ko'rdinglar. Net yüzlügen binalar, inşaatlar ve başkalar köydürüldü, buzub çıkıldı, veyran kılındı. Fransiya cemiyeti neç gündek ağır bir içki qalamqonchilikninki, vandalizmninki, urup çıkış ve veyran qilishninki qurboniga aylandı. Yani dal shu kuni bu Fransiyaninki prezidenti Macronninki shu birinchi qitimliq ish yuz berayotgan vaqtida onunki bir diskoxonada qolgan surti chiqdi medialda. Shuningla u tanqidlandi. Xuddi bizningki 5-yil 40-yil bo'lgan vaqtda Wang Luoquanninki Janubiy tog'da o'zining atrofdagilari bilan bezmid o'tag'anlik oshkorlangandek bir gap. Liderlar boshqa yerda, ammo jamiyat buning bedelini to'layotgan, butunlay qalayim qilishayotganda. Demek bu vakada aynı vaqtda bir 2011-yili bu Renaud Camus deydigan bir adam bor, Fransiyaning bir bu ziyoda aşırı o'ngchil yozuvchisi deb mutafakkir deb qaraldi va suiqasd nazariychisi deb qaraldigan bir adam bor. Buningki bir nazariyasi var. Yani onunki fransuzcasının konusu Le Grand Remplacement yoki onunki nimasi The Great Replacement Theory deymiz İngilizce. Uyg'urchasi
ulug' almashtirish nazariyasi deyildi. Yani bu 2011 yılı degan vaqtida o shundoq degan. Uning o'zini kuzatishga asoslanib turib 1970 yıldan tatip Fransiyadaki Müslüman köçmenler Fransiya cemiyeti ve Fransiya'nınki qimmat qarashlarına nisbeten ko'zga ilmaslik, onu qadrlamaslik ve hatta onunla o'chmanlik xohishlarini ifodalab keldi. Ular bu orqali ayni vaqtdagi Fransiya'nınki Shimoliy Afrikadagi masalan Aljeriyadagi yoki boshqa yerlardagi mustamlikasida qolib qolgan ana shu ayni vaqtdagi shu bir uchi bor bularning shu uchini olmoqchi bo'ldi deb yozganda bu odamlar shu o'zining nazariyasida, suiqasd nazariyasida. Yani bu qatimliq Fransiyada yaqinda biz ko'rgan ichki qalamqonchilikdan keyin nurg'unlagan odamlarningki bu ulug' almashtirish nazariyasiga bo'lgan qiziqishni qaytadan xuddi bu ishlarni ilgari ko'rgandek bir qarash shakllandi. Buningda asos narsa kimga almashtirildi degan vaqtida yerlik millatlar bo'lgan xristian, aqtalliklar yoki buning nazariyasidagi fransuzlar oq ko'rinmaydigan kundagidek yuz berayotgan g'oyat zo'r ko'chmanlarning to'lqinida asta-asta osonliklarga tushib, ular tarafidan almashtirildi. Aqtalliklar osonlikqa tushib qoladi deydigan bu nazariyasiningki gerçi qanchalik to'g'riliqqa o'tirib tursin, buni men baho bermayman. Qolganlar o'zinglar baho bersanglar bo'ladi. Bu deyat nurg'unlagan nazariyalar bor, suiqasd nazariyalar yamanjiq bu haqda o'zing o'qisanglar bo'ladi. Ama bununki nimasida hamda bu ideyasi Yevropadan halqib Amerikadagi nurg'unlagan aşırı o'ngchillar, yangi natsistlar ve başka sahadagilarninki ciddi diqqat e'tiborini yana qaytadan qo'zg'ayotdi. Masalan, Amerikada hozir o'zininki kun sari ishlayotgan ko'chmanlik bir krizis masalasi bor. Yevropadan bu bo'lyotdi. Shuning bilan Yevropada bo'lsa bu masalan Vengriyadagi Viktor Orban buni qattiq qabul qilgan va buni tashviq qilgan bir odam u. Shuning bilan bir vaqtda Yevropadagi masalan mashhur bir o'ngchil, aşırı o'ngchil, gerçi unati hozir bir qadar o'zini sal o'ngchillikdan sal tushib mo'tadilrakka mangandek ko'rindisi mo yanıla asos shu bo'lgan Le Pen degan ayol bor. Bularninki qabul qilishiga va bularninki o'zininki Yevropa jamiyatini boshqalarga tushuntirishdagi asosli qarashlariniki birisi mana shu nazariyadan kelgan. Xo'sh, endi Yevropadagi irqiy munosabatninki hozirgi ahvoldan qarasak, hozir shu Fransiyadagi shu qalamqonchiq bo'lgandan keyin shu kommuninki shu nazariyalarini qaytadan o'qilishga, taqtilishga başlagandan keyin aslida mavjud bo'lgan o'ngchillik va o'ngchillikqa moyil va ko'chmanlikka qarshi jumladan islom dini ve Müslümanlar karşı olan partiler qaytadan canlanışqa başladı. Mesela sizler şu Fransiyadaki işte bo'layotgan vaqtida ba'zi bir gizli jurnal nimalarga qarasanlar, nurg'unlagan odamlarningki Macronga qaragan vaqtda Le Penga seg'inayotganligini va uningki Fransiyadagi bu krizisni hal qilishga jiddiy kelish kerakligini o'tirib qo'yayotganligini bayqaysiz. Albatta bularning hammasi saylam orqali bo'ladi. Bu bizningki elbette biz Fransiya puxrasi emas-ku, ammo bu istak bilan arzu istakdan bo'ldigan ish emas. Macron hozir u nimaninki Fransiyaninki qonunliq prezidenti. Ammo bu yiroq nuqtada elbet qolgan vaqtida oldimizgi saylamlarda, jumladan bunun lekin jiddiy yuz beradigan saylamlarda o'ngchil partiyalarninki hokimiyat ustiga chiqish nisbatini jiddiy oshirib etdi. Bu mening qarashim. Bu partiyalarni masalan biz Italiyada tunji qatim Meloni degan ayolninki chiqqanligini ko'rdik, o'ngchillarning partiyasi. Gerçi men uni bir o'ngchil ko'rmadim hozirgacha, ammo u bir o'ngchil deb deyiladi matbuotlarda ya boshqalarda, ammo u o'ngchillikqa qarata bir cho'ng bir ishni qilganim yo'q hozirgi qartada.
ehtimal yeni oңçullarning bir qismi shuningdek bo'lganda. Ama Fransiyada hem de bundan keyingi saylamlarda ciddi bir mücadele var bir yerde. Oңçullar bilan solçullar yoki central left yoki central right deymiz buni merkezi oңçulluk yoki merkezi solçulluk bir qadar mötülirekde bular. Aşırı solçul ve aşırı oңçullarga o'xshamaydi bular. Demek bularninki xalqni qo'zg'atish va xalqni qoyil qilish kuchi bag'ansira ishib ketadi hozir. İkincisi Germaniya. Germaniyaga AfD degan bir partiya var. AfD degan partiyada bir kuchli bir ayol var. Christine Anderson deydigan. Bu ayolninki Yevropa parlamentida vazifasi var. Parlament a'zosi bu. Bu ayolninki o'zi o'ngchil olarak kuchi intayin zo'r yo'tadi hozir. Hem cümleden bu partinin kuchimi intayin zo'r yo'tadi. Bu partininki asosliq bazisi aslidagi Sharqiy Germaniya. Bularning yerlik saylamlardagi bularni qo'llash nisbati bağımsız iş yaptı. Bu anadaki başka Avrupa devletleri cümleden mesela Finlandiya'da mı küçük vatandaşı, Şvetsiya'da mı küçük vatandaşı, Daniya'da tekrar mı bunu bilirsler bu hile vakit buladı. Daniya'da Müslüman göçmenleri olan nimelik amma arasındaki karşılık küçük vatandaşı. Demek hem de yığıp gelsek Avrupa kelgüsüde eğer saylam bo'lib qolsa, shunisi meni Yevropadagi saylam bo'lib qolsa, shunisi meni hayron qoldirmaydiki, buningdeki aşırı o'ngchillar yoki faşistik yoki neonatsizmga ega bo'lgan liderlar miltiqdan chiqmaydi, balki saylam sandiqidan chiqishi mumkin. Bu jihatda elib o'tgan vaqtida ommaninki hozirgi solchillikqa yoki müdütüllikka moyil bo'lgan hokimiyatlar qo'ygan umidi asosan uzilyotadi ba'zi davlatlarda. Shuning bilan bularninki hattaki ba'zilarininki Rossiyaga va Vengriyaga bo'lgan qoyilligi va mabtulligi az sondagilarning orasida eshiyotidir. Ya'ni ularni o'rganish ulgusi deb qaraydigan. Bu bir odamni ansirtadigan bir xil hodislar. Xitoyga bo'lgan cho'ng bir mabtullikni ko'gida ko'rmadim. Gerçi Kanadaninki prime ministri mening eng mabtun bo'lgan davlatim cho'roniga gapi bor Xitoy degan. Bu ansirteden de bu özüne demokratik deb ağallanınki yoşurun bir xil sosyalistik bir xil mabtullıqı bir hakimiyatlıq devlet bo'lgan mabtullıqqa adam haqiqatan ansirtdi. Bularning gapininki qanchalik rastga qarta bizning gumonimizni qo'zg'aydi. Demak, kelgusida Yevropada cho'ng bir ijtimoiy qalamqonchiq bo'lish mumkinchiligi nazardan yiroq emas. Chunki irqiy to'qinish hozir bir taraf qilinib kelishtirilib bu yerda bir xil o'zaro yarışadigan bir xil dialog yo'q, balki faqatla Fransiyadagilarni shu bu qalamqonchiq chiqarganligini texi to'liq xalq tarafidan texi to'liq bularning kechirildigan ish yo'q, bularning qilayotgan ilgari qilgan uzib chiqish qatorliq ularni yanmadi. Demak, bu shiyat elbetqa vaqtda Yevropaning oldida irqiy to'qinish nuqtasida elib etgan vaqtda nihoyatda bir odamni ansirtadigan bir xil yuzlanish bor deb qarashga bo'ladi. Bu ham meningki kuchishimdan chiqarilgan bir yakun. Hamda biz Amerikadagi hozirgi mana shu tanqidiy irq nazariyasi qatorliqlarni bog'lab turib, hammani bir tiziqqa o'tkazib, xuddi majadek o'tkazib turib bir yerga olsak shunday bir shaklni ko'ra olamizki, irqiy munosabatlardagi o'zaro azroq tushunish va yo'l qo'yish, o'tmik salovat berish, reallikni o'zgartirish qarta bir xil yaxshi bir istak bilan bir yerga kelib birga ishlashdak bundaq bir hal qilish choralari hozir bir vaqt o'tgan yoki nodonlik deb qaraldi hozir. Nihoyat qattiq uzil kesil bir choralar yoki ya men yashayman ya sen yashaysan deydigan odamni intayin ansirtadigan zo'ravonlik puruq kelib turadigan bu xil holatlar bizningki nurg'ulg'an g'arb davlatlarimizda ko'rilib o'tadi. Shunga biz qarindoshlarimizningki bu vaqtda yani izlenishini, o'qishini, kallasini silkishini, dunyoning burunga o'xshamaydiganligini, o'xshamayotganligini ham nurg'ulg'an biz qiyos qilmagan ishlarning kelgusi yuz berganligiga qarata tayyorlik qilishini so'raymiz. Bugungi darsimiz mushalar tugadi. Unda oxirgi qatam qistirib o'tadiganim men asli bu bizning butun leksiyamizni 3 qismda so'zlab
sizlarning inkosingizga qarab men davomlashtiraman degandim. Oldingi darsimizni 100dak odam ko'ribdi. Men buningdan az odamni ko'ramdik degandim. Bu 100dak odamning ko'rganligi men uchun bir rag'bat bo'ldi, ilhomlantirish bo'ldi. Chunki meningki kutishimning qarshisidan chiqdi bu. Chunki mening bu so'zlamoqchi bo'lganlarim nazariya bo'lish sifati bilan nurg'unlarimizningki qiziqishni qo'zg'amaydi bu. Zerikishlik. Ammo amaliyat tatbiq qilsak nurg'unlagan naflarga erishdik. Ammo biz o kadar unchilik nazariyaviy bir ishlar nazariyadan qarab ketadigan bir odatimiz yo'q bizning. Shunga men davomlashtirish qaroriga keldim. 100dak odam men uchun cho'ng bir destek bo'ldi. Kelar qitim men feminizm to'g'risida to'xtalaman. Bugungi darsimizda biz g'arb jamiyatininki irqiy jihatdan qancha jiddiy o'zgarayotganligi to'g'risida butkul nazariyalarimiz tugidi. Kultural marksizmni chiqarib oxiri tanqidiy irq nazariyasi orqali biz nimaninki bu irq ijtimoiy munosabatdagi eng sezgur va eng o'tkir bo'lgan bir munosabat bo'lgan irq munosabatini ko'rib o'tdik. Endi atida biz insonning qadimdan tortib insonlarga mehr muhabbatni, ko'yimchanlikni va boshqa barliq ijtimoiy mas'uliyatlarni yetildirishga yordam beradigan oilaninki, oila muhitining, oilaviy qimmatlarninki qanchalik o'zgarayotganligi haqida ikki mazmun bor. Birisi feminizm bor, yana birisi jins ideologiyasi bor. Bunun men ikki darsimizni shuningga bag'ishladim. Bu orqali hamda sirtdagi irqchilikdan, kallamizdagi irqchilikdan chiqib, ailemizning qancha o'zgarayotganligiga qarab chiqamiz. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Kelar qatim ko'rishaylik. Hammanglarga xotirjamlik tilayman. Allohga omonat.